Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz jigar muammolari, jigarda kista, o'simta, har qanday jigar bilan bog'liq bo'lgan muammolar haqida suhbatlashamiz. Jigarda o'simta bo'ladimi, kista bo'ladimi, jigar almashtirish kerak deyilgan bo'ladimi? Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, malham, siroplari yordamida shifosi bor. Bizga jigar bilan bo'lgan har qanday muammoli bemorlar murojaat qiladi. Jigarimda kista bor, o'simta bor. Jigarimni срочный Hindistonga borib almashtirishimiz kerak ekan deyilgan, qoringa jigarga qorin orqali trubka qo'yilib, trubkada shira, iring, qon bilan aralash chiqib turgan holatlar, bemorni rangi deymizmi, terisi deymizmi, kojasi deymiz sarayib ketib, ko'zni hattoki ko'z oqi ham sap-sariq bo'lgan holatda, bemor holsiz bo'lib, ishtahasiz bo'lib, holati judayam ayanchli holatda bo'lgan bemorlarimiz ham bizda uchrab turibdi. Allohning qudrati ila bir kurs lechena tugamasdan bemorimiz Allohga shukr hozir sog'lom. 65-70% sog'lom bo'ldi. Hech qanday jigar almashtirishga umuman hojat qolmadi. Shunaqa bemorlarimiz ham ko'plab bizga uchraydi. Biopsiya oldik deydilar, jigaridan biopsiya oldik degan bemorlar uchraydi. Hech qanday biopsiya ham shart emas, jarrohlik yo'li ham shart emas. Allohning qudrati ila dard bergan ham darmonini ham berib qo'yibdi. Shu biz aytgandek qilib o'rnida giyohlarimizni, siroplarimizni iste'mol qilgan bemorlarimiz Allohning qudrati ila jigarni срочный Hindistonga borib almashtirish kerak degan bemorlarimiz ham sog'ayib, 2-3 kundan o'zlari telefon qilib, o'zlari hol ahvollarini aytib, xursand bo'lib, minnatdorchiliklarni bildirib, yuraklaridan nimalarni aytib, surprizlarini ham aytib, shunaqa qilib turgan bemorlarimiz ko'plab uchrab turibdi. Allohning qudrati ila har qanday jigar bilan bog'liq muammoli bo'lgan bemorlarimizga hech qanday jarrohlik yo'li, chet elga borib, Hindistonga, Amerikaga borib operatsiya qildirishga umuman hojati yo'q. Qayta davolanishga ham hojat qolmaydi. Butunlay sog'ayish bo'ladi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimiz tabiiy giyohlari, malham, siroplari yordamida jigar butunlay sog'lom bo'ladi. Jigar o'z faoliyatini qayta tiklaydi. Hech qanday qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga umuman hojat qolmaydi. Allohning qudrati ila mo'jiza. Shuning uchun ham bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari mo'jizaviy deymiz. Mo'jizani Allohning qudrati ila shu bemorlarimiz o'zlari ko'rib turibdi. Endi hammasini aytaversam maqtangan bo'ladi. Shuning uchun mana endi bu bemorimiz tuzalgandan keyin efir beraman deydi. Endi tuzalgandan keyin uyalaman, bunaqa qilaman, bunaqa qilaman deb boshqa bemorlarimizga o'xshab yana o'zgarib qolmasa, efirini ko'rsatamiz xudo xolasa. Hozirgi kunda ahvoli juda ham yaxshi, hech qanday jarrohlik yo'liga hojat qolmadi. Allohning qudrati ila. Avvalam Alloh, qolaversa sababchimiz mo'jizaviy tabiiy giyohlarimiz yordamida bemorlarimiz hech qanday qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qolmasdan sog'lom bo'lib turibdi. Allohning qudrati ila. Hech qanday jarrohlik yo'liga hojat yo'q. Allohim dard beribdi, darmondan berib qo'yibdi. Faqat biz aytgandek och holat, to'q holat o'z vaqtida e'tiborli bo'lsa, bemorimiz sog'lom. Avvalam Alloh, qolaversa biz sababchi bo'lib qolamiz. Layklaringizni bosaveringlar. Oldingi efirlarda aytgandek, bitta laykingiz bilan muborak Allohning uyida, Ka'batullohda bitta tuya so'yib, 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasizlar layklaringiz bilan. Bunaqa savobga pul dunyo bilan erishib bo'lmaydi. Tasvirlashga til ojiz.
Allohning qudrati ila. Avvalam Alloh qolaversa sababchimiz 30 yillik ish faoliyatimiz. Mana 1-oktyabrda 30 yil to'lib 31 yilga qariydi. Biz 30 yildan keyin ishimizni yig'ishtiramiz, o'zimiz uchun yashaymiz deb turgandik. Qancha bemorlarimga yig'ishtiraman desam, iltimos yig'ishtirmang, bizdaqa bemorlarga siz keraksiz deydi. Allohim o'zi kuch quvvat bersin, asta sekin harakat qilaveramiz. Mana hozirgi kunda yig'im terim arafasida yuribmiz. Allohning qudratiyle o'zi kuch quvvat bersin, giyohlarni yig'ishtirib turibmiz. Mana yana ishlashni davom qilamiz xudo xolasa. Giyoh terishni boshladikmi, yana ishlaymiz deganimiz. Alloh kuch quvvat bersin, o'ziga tavakkal qilib yana ishlashni davom qilamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.